Bugün 11 ayının 12 günü. Bugün bizni bizge qaytırgan, bizni bizge bildirgen, bizni dunyoga tunutgan bir gün. Bugün Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti 2 qitim qurilgan bir gün. Bugün Xitoylarning Sharq Turkistonni yutib olish ham xiyoli, manguga betkit bo'lgan jangovar ajdodlarimizning jihad ruhi, tiz pükmas irodasi o'zini namoyon qilgan, haqqoniy da'voyimizning mustahkam asosi yaratilgan bir kun. Bugun yolg'iz bizga emas, balki butun islom dunyosiga nisbatan mu ajoyib ma'nodor g'albilik bir kun. Chunki xilofat yiqilgandan keyin dunyoning atoqliq islom mutafakkurlari islomning davlat qarashini va siyosiy nazariyasini tunutishni yangidan boshlagan ashu mezgillarda Sobit Damollam rahimahulloh boshchiligidagi ulug' rahbarlarimiz 1933-yili, rahmatlik Ali Xon To'ram boshchiligidagi mujohidlarimiz 1944-yili dal mushu 11 ayning 12 kuni dunyo tarixida tunji qitim islom jumhuriyatini amaliy qurib chiqqan bir kun. Demak, bugun e'tiqod tushunchimizning va milliy tariximizning meroji yaratilgan bir kun. Bugun dunyo tarixidagi tunji islom jumhuriyati, ya'ni Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati 2 qitim qurilgan bir kun. Biz mushu bugunimizning iftixori bilan hozirmi beshimizni tik tutib dunyoga mag'rur qariyalaydigan bir kun. Ammo kunning chiqishini tong otqanlik deb biladigan kishilarimizga nisbatan bugunmi xuddi tunugunkidekla oddiygina bir kun. Chunki bugungi bo'lgan qoyillik va iftixorlik tuyg'ularini, shundaqli qutlug'lash va hayajonlanish hissiyotlarini bayramlik kiyimlari bilan qo'shib orqada qatlab qo'ygan, tunugungi kir kiyimlar bilan asnigan holda bugungi qadam qo'ygan undoq hissiz kishilar tong qarag'usidan iboratdir. Bugunning iftixori, bugunni qadrlagan va bugun bilan iftixorlanishni ham iftixorlantirishni bilganlarga mansubdir. Bugunni unutmagan va unutildirmaganlarga mansubdir. Bugun bizga nisbatan go'yo bir quyosh va ayni ko'k bayrog'imizdagi oy yulduzning o'zi. Bugun bo'lmagan bo'lsa, tunlar bitmas, zulmatlar yo'rimas, inqilob yo'limiz o'zimizga ro'shan bo'lmas edi. Shundoq, bugunni tushuntirishga, bugunni anglatishga, bugunni so'zlab berishga so'zimiz yetmaydi. Tilimiz ojizlik qiladi. Garchi bugunni kuylash, bugunni yezish bizga nisbatan eng qutlug' ulug' ish bo'lsa-mu, lug'atlar olamida bugunni yezishga harf yetmaydi. Ko'zimizning qorisini qalam qilib, qalbimizning butun qonlarida bugunni yozsaqmi, yanada uning ma'nosi to'liq ifoda topmaydi. Chunki bugunning o'zida bir poyonsiz ma'no, milyonlagan shahid otalarimizning qalb qonlarida putgan tantana. Afsus, tariximizdagi bu ulug' bugunimizni, bu ajoyib ilohiy rahmatni tezli qo'ldan ketkizib qo'ydik. Har 2 qitimqi mustaqillik bayramimizni uzungacha tantana qila olmadik. Hatto butun islom dunyosi uchunmi eng buyuk g'alaba bo'lgan ashu bugunni barpo qilguvchi Sobit Damollam rahimahulloh va rahmatlik Ali Xon To'ram qatorliq rahbarlarimizni tuzukkina qadrlaganmidik.
ularning shuncha yillardan beri ko'milib yotgan asarlarini, ilm, hikmat, nazariya durdonalarini, din va dunyo qarashlarini boshqa tillarga tarjima qilib, dunyoga tunutish u yoqda tursin. Hatto o'zimizmi joyida tunib yetolmadik. As xotirlarimizda shu buyuk qurg'uvchilar muxiralashdi va shu ulug' bugunimiz muxiralashdi. Bugunimiz kimlargadir yo'lanchuk, takkiga aylanib qolgan bo'lsa, yana kimlarning xohlagan do'konda xarajat qiladigan yonchuqidagi naq parcha puliga aylandi. Mana amdilikda yo yig'lashni, yo kulishni bilmay, shu bugunni xotirlamoqdamiz. Shu bugunni seg'inmoqdamiz. Shu bugunga talpinmoqdamiz. Chunqur hasrat bilan shu bugunni chaqirmoqdamiz. Ammo milliy tariximizning miroji bo'lgan ulug' bugunimiz bo'lsa, bizga ichinib nola qilmoqda. Xuddi Turkiya shoiri aytgandek, bayroqni bayroq qilgan ustidagi qondur, tuproq agar jon berguchi bo'lsa vatandur, deginicha vijdonimizga xitob qilmoqda. Shu bugunimizni qaytadan qaytirib ola olishimiz uchun bizni qon berishga, jon pido qilishga chaqirmoqda. Bugunimizni qaytadan qurib chiqishdan iborat ham diniy, ham milliy birdan-bir mas'uliyatimiz ustida birlikka kelishga, nafratning qing'ir barmoqlarida ilonguch uchmaslikqa, jumladan bizni yangi boshdan biz bo'lishga chaqirmoqda. Ey mehribon Parvardigorimiz, bizni shu ulug' ajdodlarimizning iziga haqiqiy varislik qilib, 3-qatimliq 11-oyning 12-kunini yorita oladigan, uni mangulik mustaqillik bayrami sifatida kelgusi avlodlarga meros qoldira oladigan vafodor avlodlardan qilg'aysan. Amin.